Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, menga bir birodarim savol bergandi. Javob berolmadim. Alloh hammani kim jannatga, kim do'zaxga tushishini bilsa, odamzodni yaratib, odamlarni qiynab nima bor edi dedi. Endi shu odamni siz birodarim dedingizmi? Allohga nisbatan agar shu savolni, agar bir o'zini qalbidagi shakdan shu savolni berayotgan bo'lsa bir odam, ya'ni odamlarga bunaqangi savolni fitna qilib chiqarayotgan bo'lsa, u odam birodar deyilmaydi. Agar kimdir shunaqa savol bersa, ana shunga javob berish uchun bu savolni ko'tarayotgan bo'lsa, bir kishi mayli, birodarim desangiz bo'ladi uni. Lekin o'zi shu fitnani qalbidan chiqarib, ana shunaqangi shakda yurgan odam shak kufr deyiladi. Fi royib, mana Alloh Qur'onda qancha o'rinlarda aytadi. Ular shakda yuradilar deydi. Aynan shu mushrik kofirlar haqida aytilgan. Mushrik kofir bo'ladi, shakda yurgan odam. Allohning adolati, hikmatini shak qilib yurgan odam kofir bo'ladi. U birodarim deyilmaydi uni. Xo'p, ikkinchidan mayli masalaga qaraylik. O'sha ehtimol birodarim deganingizda ham bir yurtdoshingiz, hamdosh, sinfdoshingiz shunga o'xshagan narsani nazarda tutayotgan bo'lsangiz agar, endi bu taqdir masalasiga qaytadi bu savol javobi. Unda da ko'p gapirilgan mavzu bu. Birinchidan aytingki, Alloh bilganiga ko'ra hukm qilmaydi-da. Alloh amalga hukm qiladi. Masalan, shaytonligini ham Alloh shaytonni yaratishdan avval ham bilgan, yaratgandan keyin ham bilgan. Lekin yaratgan o'shani shuncha yil ibodat qilsa ham qo'yib qo'ygan, do'zaxiy bo'lganligi bilan Alloh qo'yib qo'ygan ibodat qilsa ham bir kun o'sha shaytonligini chiqargunga qadar. Va chiqargan o'sha bir kun shaytonligini yuzaga. Ichidan marazi chiqqan, ana shundan keyin o'sha amali bilan keyin uni jahannamga kiritadi Alloh, kofir degan shuning uchun. Odamlarda ham xuddi shunday. Haqiqatan Alloh biladi kim qayerga ketishligini. Hammani o'shanga o'zi yaratgan Alloh. Buni Qur'onda, hadislarda qancha o'rinlarda aytilgan bu narsa. Va mimman xalaqna va laqad zara'na li jahannam. Va laqad zara'na li jahannam. Biz shu zara'na degani zurriyotligidan jahannamga yaratgan odamlar bor degan. Kasiran minal jinni wal ins. Ko'p ins jinslarda ya'ni. Shuning uchun buni albatta Alloh biladi. Mana hadis Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Alloh odam alayhisalom yaratgan paytda shuni qiyomatga qadar keladigan pushni zurriyotini belidan chiqarib, mana bular jannatga, mana bular do'zaxga va la ubali. Menga qizig'i yo'q degan Alloh. Ya'ni ikkisi ham jannatga degan jannatga ketadi, jahannamga degan jahannamga ketadi. Endi nima qilsa ham Allohga qizig'i yo'q. U bitilib bo'lgan degani. Muhimi bu narsa haqiqatdan sobit, lekin Alloh ana o'shani keyin amali bilan qiladi. Jannatliklar jannat amalini qilib jannatga kiradi, do'zaxiylar do'zax amalini qilib jannatga kiradi. Kullu muyassarun lima xuliqalah. Kim nima uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha narsa unga muyassar qilib qo'yiladi. Ya'ni shu sariyog'dek qilib o'shani osongina qilib, keyin o'sha qarab ketadi jannatga, do'zaxiy do'zaxga. Unga o'sha narsa oson qilinadi. Nimaga endi Alloh shunaqa qiladi desa, ikkisi ham haqli o'shanga. Jannatga kirishga haqlik, Alloh o'z fazlidan shuning uchun uni jannatga kiritadi. Do'zaxga kirishga haqlik, shuning uchun Alloh uni do'zaxga kiritadi. Endi jannatga kirishga haqli deganimiz ham qanday? Ya'ni nisbiy bu gap. Do'zaxdan chiqishga haqli. Alloh o'z fazlidan shuning uchun jannatga kiritadi keyin. Buni tushunish uchun bir misol aytaman sizga. Masalan, bir o'qituvchilar yil mobaynida kim a'lochi, kim ikkichiligini yaxshi biladi. Nimaga yil oxirida baribir imtihon qilinadi? O'sha qog'ozga tushirilish, tasdiq kerak voqeligida, quruq uni miyasidagi ma'lumot emas. Amalda o'shani ko'rsata bilish kerak u. Ana shuning uchun keyin a'lochilarga 5 baho, ikkichilarga 2 baho qo'yiladi. Imtihondan o'tdi yoki yiqildi deyiladi. Mana shunga o'xshab Alloh hammani biladi, lekin bilganiga qarab hukm qo'ymaydi Alloh. Alloh bir odamni qilganiga qarab hukm qo'yadi. Shuning uchun jannatiy amalini qilish kerak, do'zaxiy amalini qilib, ikkalasi ham boradigan joyga boradi. Keyin ikkinchidan, bu yerda bu odamda juda ham katta bir noshukrlik bor, agar shu gaplarni o'ylab gapirayotgan bo'lsa. Odamzodni yaratib qiynab nima bor edi? Noshukrlik deganim, o'sha odamga ayting, sen umringda bir rohat, lazzat ko'rmadingmi sen? O'zing bir 24 soat hayotingni, bir yillik umringni bir tahlil qilgin. Necha kun, necha soat qiynalgansan? Hech bir lazzat ko'rmadingmi dunyoda? Odam dunyoda qancha rohatlar ko'radi, to'g'rimi? Masalan, ahli oila rohati, farzand ne'mati, iymon his qilgan odamga eng katta rohat iymon lazzati. Oziq-ovqat lazzati, bir to'yib nafas olish, chanqaganingizda muzdek suv ichish rohati. Ey va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha degan Alloh. Allohning ne'matlarini sanasanglar hisobiga yetmaysizlar. Shuncha ne'matni ko'radi-da odam, endi qarang, uning lazzatini totib,
Alloh bir yilda bir imtihon beradimi? Bir oyda bir imtihon beradimi? Qiyinchilik. Ana shuni kelib keyin qiynab deydimi Allohga qarab. Va kana al-insanu kafura deb Alloh shuncha aytgan. Odam nonko'r degan. Ya'ni shuncha yaxshilikni qiladi Alloh unga, u ko'rmaydi shuncha yaxshilikni-da, bir oyda birmi, yilda birmi bitta Alloh musibat bersa, ko'ziga o'sha ko'rinadi. Meni qiynab nima yaratding deydi. Nonko'r deyiladi ana shunda. Senga hech yaxshi kun bermadimi Alloh? Faqat shu 24 soat azoblab yotibdimi seni? Yaxshiyamki bir inson ekansan. Hayvonlarning hayotini qarang. Ana shuni bir aytsangiz bir xo'p tushunsa bo'lardi. Hayvonlarning hayotini qarasangiz, u qiynalgan haqiqatdan. U odamzod uni o'sha qiynab boqadi. Molni qarang, mana arqonga o'rab boqilinadi. Va u yana qiynab so'yilinadi oxirida. Va yana qizig'i ularga jannat ham yo'q. Mana hozir Xitoy karislari hayvon boqishini aytishyapti-ku, o'rdaklarni qanaqa boqishar ekan. Uni qafasga tiqib qo'yib boqar ekan, unga majburlab og'zidan ovqat tiqtirib boqar ekan. Ishib ketar ekan u. Shunaqangi ishib ketib katta bir vis hosil qilish uchun shunaqa boqar ekan majburlab. Keyin yurmasligi kerak ekan, qafasga tiqib qo'yar ekan, yura olmas ekan. Jigari uni ishib ketar ekan, odamning kallasidek bo'lib. Mana buni bunday aytsa bir odam qiynab desa, mana ko'ryapsizmi, odamzodning qo'liga agar narsa topshirilsa nima qiladi odamzod? Ana shuni aytilinadi-da, qiynab deb. Umuman o'zini manfaatidan boshqa narsani ko'zlamaydi, o'ylamaydi odamzod. Lekin Alloh shunaqa qildimi odamzodni qiynab deganimizda? U yoqda kimdir qiynalayotgandir, ajrini oladi. Jannatga bir botirib yuborilganda hammasini unutib yuboradi mo'min bo'lsa agar. Kofir bo'lsa ba'zan Alloh o'sha Robbisini tansin deb qiynaydi. Bo'lmasa o'sha qilgan gunohlariga yarasha qiynaydi. Shuning uchun bu hayvonot olamiga qarangda, insonning hayotiga qarang. Qiynab degan gapni, qiynaldim degan gapni gapirishga odamzod uyalib qoladi. Bunday hayvonot olamini agar tahlil qilsa. Va xususan odamzod o'zi hayvonotga qilayotgan muomalalarini ko'rsangiz, holbuki uni yaratmagan hali odamzod. Lekin shundan bari o'zini huquqi bor deb shunaqa muomala qiladi. Ana o'shanda bilasiz qiynash nimaligini. Alloh odamzodni qiynash uchun yaratmagan uni. Ma yafalullohu bi'azabikum in shakartum wa amantum degan. Shukr qilib iymon keltirsang nima qiladi Alloh seni qiynab? Lekin bu o'sha nonko'r odamlardan chiqadigan gap. Alloh alam.